Chirchiq shahridamiz, ofisimizga mijozlarimiz kelyapti, skidkalarni olib ketishyapti. Navbatdagi mijoz bilan suhbatlashamiz. Aka, qayerdan keldingiz, qayerdan kelib qoldingiz? Ismim Aziz, Chirchiqdanman. Aslida bugun uyda o'tirib, o'g'lim bilan nimani ko'rdik? Dubay ko'rdik. Начал билеты смотреть. В общем, посмотрел билеты. В то время думаю, дай зайду в Инстаграм. Посмотрю в Инстаграме у Трик-тура, может быть, какие-то туры есть. Захожу в Инстаграм, вижу, что вы в Чертиге. Да. То есть сажусь в машину, выезжаю с работы и еду, думаю, найду вас где-то в Чертиге, обязательно и с вами встречусь, думаю. Da, mana akalarimiz niyat qilib, uchratib qolarmikinman deb niyat qilgan ekan. Biz именно mana shu kuni Chirchiq shahrida ekanmiz. Akamiz Dubayga sayohatga ketmoqchi ekanlar. Tur paketlarimiz qanaqa bo'lyapti ekan Dubayga narxlar? Mart oyiga tur paketlarimiz Dubayga atigi $500 chiqadi kishi boshiga. 2 kishi uchun $1000 bir haftalik tur paketimiz. Ichiga hamma narsalar kiritilgan. Endi Aziga bitta savol, biletlarni ko'rib kelibsiz. Biletni o'zini narxi nech pul chiqadi? $220-230 это только билет. Da. A u nas еще в $500 7 kunlik mehmonxonangiz, kutib olib kuzatib qo'yishingiz, mana shuncha sovg'alar va 15% chegirma. Aslida turizmda juda katta chegirma hisoblanadi. Ana shu 15% chegirmani sizga beramiz. Tur paketimizning narxi 2 kishiga $1000 dan bo'ldi. Aziz akamiz biletni o'zini $700 dan ko'rgan ekanlar. Hozir biz skidka qilib beryapmiz va bir kishiga $75 dan skidkangiz aylanyapti. Bu degani tur paketingizdan $150 skidka bo'lib, $850 ga faqatgina bilet emas, mehmonxona, kutib olish, kuzatish, mana shunday xizmatlar, sovg'alar sovg'a qilib beriladi. Круто. O'rtoqlar, mana shunaqangi filiallarimizga tashrif buyuring. Biz bu yerda bo'lsak, sizga chiroyli chegirmalar qilib berishga tayyormiz.